ikkala tomon ham ochiq, tomoqqacha ko'rinib turibdi. Menda operatsiya qildirishimdan oldin juda ham yomon edi. Spreydan juda ham ko'p foydalanardim. Hozir endi mana 1 oy bo'ldi operatsiya bo'lganiga juda ham zo'r. Men o'zim juda ham ko'p qiynalardim. Hozir endi mazza qilaman. Ba'zida videolarimizda shunaqa kommentariyalarga ko'zimiz tushadi. Septoplastika operatsiyasini qildirmanglar. 1 oydan keyin baribir yomon holatga keladi. Ya'ni nafas olishda yana ham qiyinlashib qoladi degan kommentariyalarni kuzatamiz. Mana 1 oy oldin septoplastika amaliyotini bajarganmiz. Bu bemorimizda o'zlari mana 1 oydan keyingi holatda tushuntirib beradilar. Menda operatsiya qildirishimdan oldin juda ham yomon edi. Spreydan juda ham ko'p foydalanardim. Kuniga 5-6 mahal foydalanardim. Burnim ko'p bitib qolardi. Tomog'im ko'p og'rib qolaverardi. Hozir endi mana 1 oy bo'ldi operatsiya bo'lganiga juda ham zo'r. 1 oydan keyin holat yana ham zo'r, to'g'rimi? Ha. Shu qildirmanglar deganligi nima deysiz? Qildirmanglar deganiga adashadi, lekin qildirmang. Ha. Juda ham katta xato ekan. Chunki men o'zim juda ham ko'p qiynalardim. Hozir endi mazza qilyapman. Mana endoskopiyada ham ko'rishimiz mumkin. Ikkala tomon ham ochiq, tomoqqacha ko'rinib turibdi.